3 adam 2003'dan maaşlasın ayda bütün Şinjan'ın ayınlıp işkere görüp iyilik tiyilini bulamdı bulmamdı. Ondan sonra nazaranlar bizde olsun. Biz şunu amelga aşırmakçı boğan jigitler. Ürümchiga bo'lgan safarimiz boshlanib ketdi. Kech qurib minib qoldi, qo'lda ishlar tugmay qilib, sal vaqib qoldi. Shunda bo'lsa-mu tishimizni tishlab davomli minishga majbur bo'lamizda. Asli bizning kunduz mang'imiz batda har xil manzillarni ko'rib, sayramlarni. Biroq ham ishlar o'ylaganimizdek bo'lmaydi-ki. Yana mayli, bizga amra bo'layotganlar bor emasmi? Yana bizniki shu fansillarimiz jibo qilsak bizga shunda yar yo'lak bo'lib, yaxshi gaplarni, yaxshi tilaklarni tilab, bizni yo'lma-yo'l zeriktirmadi. Mana safarimiz biroq o'ng'ishli bo'lib, Ko'tanama fuchisi kelib oldik. Mana uyimizning nonlarini safarda bo'lsak men davomli qilib yalalayapmiz. Bu bizniki mehribon onamizning yo'lliqlari. Hozir qilib turayotgan yerimiz bo'lsa, mana Ko'taniki fuchusda. Mishat biroq nashtiqlar ham davomli qilib safarimizni boshlaymiz. Mana nashtiqlarimizni xuddi uyda qilgandek shunda yaxshi xotirjam qilib oldik. Endi sizlarga biz ilib olgan butun narsa keraklarni bir ko'rsatib qo'yaylik. Mana shuni hammasi bizning safardagi kerak materiallar. Nima narsalar kam? Sizlar askartib qo'yganlar, ma bizniki qozon qo'mish, mancha yeydigan, tomoq ishlatadigan narsalar. Ma bizniki bosh yuydigan, tazliq ishlatadigan narsalar. Ma bizning o'rindiq jo'z ichida chiqdi. Ma diapango. Ma bizniki kopa. Buniki mana shu bo'jazlar. Buni 10 kiloluq bo'lmoq. Qaynoq suv qo'ygan choydan. Tapqinlarga malamiz biz sotadigan mallar. Bunda shijaylar, bunda chiraqlar. Döngü pönge degandek nurg'un narsalar. Biz davomli vlogimizda diqqat qilinglar, tugimadi. Shuningdek butun javolarimizni rad-reti bilan qap-qapa bilan mashinaga besavatliq chiroyliqini qilib, bizning xo'jing bu jamani bexatarlik uchun o'z qo'li bilan narsalarni ching'ityapti-da. Biz yana bir 3 soatlik mashina haydagandagi yaxshi yerdan birini tepib, tomoqimizni yeb, davomli qoldi bolalarni jibo qilib, sog' salomatligimizni, ahvollarimizni, nima ishlar bo'lganligini o'rtoqlashaylik deb yerdan birini tanlab tomoqiga jibo qilishga boshlab ketdik. Sog' salomat holda, tinchlangan holda Urumchiga kelib oldik. Safarda bizni o'ng'ishli bo'lgan. Buningdek ekzemplarlar ham yaxshi ketsin bo'ldi. Urumchiga birinchi qilgan ishimiz nima bo'lsa, yana mush koni mashina saymonlarini izlagandik. Ancha-muncha kichik dayarlar va shuni o'ng'ishvatmasak, ko'ngilimiz o'nimaydi emasmi? Bu bizning xo'jing bu jonni ko'rmamsizlar. Nadidu deb narsani istab. Mana safarda remontchi bo'lganning yaxshi tarafi shuda, nadi biz shu yerda ich bilan remont qilishni boshlab ketdimizlar. Bu yerdan birdan yerimdan ko'chilg'ami bo'ldik. Masalalarni bitirib olganmiz. Zali niyatimiz to'g'risi bo'ldi ekan, nega bo'lsa bo'ynimizni qisib qolmaymiz ekan deb o'ylab qoldim. Urumchiga kelgandim, o'zimni yaqin og'asi atoyati meni telefon qilib, do'stim seni bir kutib olay deb unimay bizni chaqirib qo'ydi. Bu og'aynam xili ko'pni ko'rgan emasman. Shu tomoqni bilib bo'lgach birdan yerimdan fikrlashib, buningdek planlarni texnik nazm qilgan foydasi edi. Urumchida biz 3 kungacha turib qolamiz deb plan tuzib qo'ydik. Bu 3 kun jarayonida yana nurg'un ko'ngillik ishlar bo'ldi, yana nurg'un planlarimiz bor amalga oshirdik. Shundan qarindoshlar bilan kechdan davomli qolib chiqib qolamiz. Bizni qayerda shuni tutqanmoqlar. Davomli qolib ko'ngillik ishlarni qilib bo'lamiz. Yana bir muhim ish qarindoshlarim bizningki shu do'yinda qildigan kasbiy bilimlarimiz sal ojizroq shuga shu Urumchida shu tanishlarlar bo'lib qolsa kasbiy dard ko'raman. Bizga ancha muncha yordamlar tegdi. Alloh bo'lsa tanishlarlar bo'lsa